Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi Cobalt'imizga hozirgi kunda trendga chiqqan temperatura tablosiga xudo xolasa shularni qilib beramiz. Bu mashinamiz 100 gradus, 103 gradusda yurib kelgan. Nimagaki birinchi skor ventilyator ishlamay qolgan, ikkinchi skorda ishlayotgan bo'lgan. Shunga akamiz olib keldi. Cobalt tablosiga o'zini pasportiga xudo xolasa programmalarni tayyorlab, chiroyli qilib yozib beramiz. Hozir ish jarayonlarini ko'rsatamiz. Shu narsani ham ko'rsatib qo'yish o'rniga talabda mana обычный tablosida datchik temperatura hech narsa chiqqani yo'q. Mana hozir programma bo'lgandan keyin ko'rsatamiz. Programmamiz ketdi mana. Tabloda o'ziga hozir ko'cha graduslar chiqadi mana. Tablomiz sразу o'zgardi. Soatda ko'cha graduslari chiqdi. Endi hozir temperaturasini ham chiqaramiz xudo xolasa. Akalar mana tabloyimizdagi temperaturamizdan bitta xudo xolasa mana 82 gradus ko'rsatyapti. Diagnostikada ko'rganingizda ham 82 ko'rsatyapti. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqib kela olasizlar. Xudo xolasa kichkina tablo, katta tablo farqi yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib sudachilar chiqarib beramiz akalar.